Assalomu alaykum parvoz ishqibozlari, kaptarvozlar. Mana kaptarlarimizga qanday yem berish bir foydali nimalarni sizlarga aytib o'tamiz, ilinamiz, ya'ni o'rtoqlashamiz. Foydali bo'lsa inshaalloh. Mana shu donlarimizni beryapmiz, kaptarlarimiz bolalar yaxshi chiqyapti inshaalloh. Ali og'zi shilta bo'lib qolish, boshqa bo'lib qolish, bola yaxshi boqmas degan gap bo'lmayapti. Xudo xolasa, endi avvalo Xudo. Biz sababini qilaveramiz. Qo'ygan Xudodan inshaalloh mana ko'rsatib olamiz. Foydalanib qolish uchun hammamizga. Mana bilasizlar, qizil don, shularga belgilangan bu yirigali nimaniki? Ukrainaniki deyshadi. Allohu alam shunaqa deyshadi. Balki atga basdir. Biz Ukrainaniki deyshadi. O'shancha yaxshisini oladi. Donlardan iloj boricha bunaqa o'rtachasini olmasligiga harakat qilamiz. Hozir tinag'ini olamiz ana. Zo'rdan bu. Hozir endi buni endi aralashma qilamiz mana. Mana o'zimizni qushni dona oddiy mana. Buni endi qancha qo'shish o'zingizga havola. O'zingiz qancha katta bo'lsa o'shanga moslab qo'shaverasiz. Biz endi muncha demaymiz. Biz o'zimiz bilan bilib qo'shaveramiz. Hammasi addenga olib kelib. Mana bu bilasizlar. Masqabmi deya Allohu alam ota ismidan chiqib qoldi. Masqab shekilli ismida bo'lsin. Xo'p, mana bu Makkamiz maydasi mana. Uchlarga bo'lingani. Hammasini o'zingizga moslab qo'shaverasiz. Qaysi mana bu yana bir xil sal yiriklarga holatga qarab o'zlari moslarni yeyishaveradi. Mana bu ham shu makka maydan sal yiriklarga. Mana shu kattalarimiz uchun yaxshi yemish beradi. Juvora mana. Juvorimizni ham mana aralashtiramiz xuddi shunaqa qilib. Juvorlarni ham xudosan yaxshisi bunaqa to'polay bosib qo'ygan, urinib qo'ygani bas bular. Iloji bo'lsa zo'rini olamiz. Kattalarimiz yaxshi yesin. Mana guruchimizni bilasizlar, maydasi bu. Mana. Maydasi. Buni ham maydasini ham tuzligini olamiz. Daqa jali urinib ketgani bas. Ya'ni o'ta maydalar bor, bunaqasi bas. Mana o'zimiz biladigan qora semichka. Qora semichka bu o'zimiz biladigan. Buni ham o'sha iloji bo'lsa maydalarni olasizlar, yuqa po'chag'i desalar o'zlari mayda, kattalar yaxshi yeydi. Mana bu o'zimizni suli chaqilgani bu. Buni chaqilmagani bor, chaqilmaganini uncha yo'lmaydi, mana chaqilganni seviydi. Mana yana ma'lumimiz guruch chaqilgani, semichkami chaqilgani mana. Parvozda mana shu narsalar bilan bu qimmatga tushadi, ammo bu narsalar nimalardan ko'ra oddiy don aralashmachilardan donidan ko'ra mana bu nomini bilmayman, bu ham foydasi yaxshi narsa inshaalloh. Mana bu ham holatiga qarab olib beraverasiz. Mana bu Raptor shekilli oti ismida bo'lsa, mana bu ham holatiga qarab qo'shaveramiz. O'zingiz qancha ko'yinib solsa o'shancha qo'shaverasiz. Endi muncha deyolmaymiz. O'zingizga mos bo'lsa mana bu hali bedanan dona maydasi, eng maydasi buni boqiydigan katta boqiydiganlar yaxshi biladi. Eng maydasi mana. Bedanagi ko'plab yashaydi. Mana bu makkamiz. Bedan anaqa nimani makkasi bu? Bodala makka deyshadi, mayda makka, o'ta mayda. Bu ham o'sha kattalarga mana. Buni ham o'z holatiga qarab qo'shaverasiz. Muncha deyilmaydi. Qanchaga holasi, qancha qo'shaverasiz, o'z qimmatiga qarab. Endi biz bunaqa donlar ko'paytirgan sabab bular quvvat, ko'p vitaminlar, mana ma'lumlar butun yaxshi nimalari bor. Makka bilan bug'doyni o'zini bersizlar ham bo'laveradi o'zi aslida-yu. Biz endi nima o'sha qushlarimiz maza qilib yesin, effekt yaxshi bo'lsin, yaxshi bolalarsin degan maqsad bor. Bug'doy bilasiz, bug'doyda iloji bo'lsa yaxshisini olamiz. Bunaqa bemalol sinamiz. Hozir mana shu narsalarni hozir 6 xil, 7 xil, 10 xil atrofida narsalar bo'ldi. Mana shu bitta aralashtiramiz inshaalloh mana shuni beramiz. Keyingi avzorlarda inshaalloh kuzatib boraverasizlar. Boshqa bunga qo'shimcha yana bir aralashmalarimiz bor. Vitaminlar, baliq yog'i, shunga o'xshagan narsalar qo'shib beramiz. Ularni avzor qilamiz inshaalloh. Foydalanib qolsalaring. Sizlar kaptarlarni yaxshi ishlar, yaxshi bolalar tursa, biz ham xursandmiz. O'rtoqlashamiz. Bir kamchilik, xatolar bo'lsa aytaverasizlar, to'g'rilaymiz, kamchiliklarni qo'shamiz. Bir yana foydali maslahatlar bo'lsa, bizga o'rtoqlashib aytaversalar, biz ham o'shanda foydalanib qolamiz inshaalloh. Hammalarga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.